bitta gapiringizlar. Hey, mana bolam bog'chaga olib boryapman. Joy yo'q deyapti. Xalqqa beringlar shuni. Go'sht muammo bo'lyapti. Narx ko'tarilib ketgan. Chetdan bemazza go'sht olib kiryapsizlar. Bo'ldi. Men hokimning yordamchisi bo'laman. Bu yordamchim hozir hamma kamchiliklarni bloknotiga yozyapti. Buni yuqoriga shunday topshiramiz, hamma muammolar hal bo'ladi. Menga qarang, men diplomim bor, hunarim bor. Bo'ldi, sizga ish kerakmi? Yo'q, menga kerak. Srochni iloji bormi? Bitta bo'lsin, zo'rdan bo'lsin, onasini imsin yozing. Yaz. Mayvan, hokimning yordamchisi bu mahallaning kamchiliklari qachon hal bo'ladi endi? Rais bu xalqning dardini bloknotga yozib qo'ydik. Endi shunday yuqoriga topshiramiz, bir pasda hal bo'ladi. Qamardan aka, bloknot yo'q-ku. Qanday yo'q bo'ladi? Shu mahallada qoldi, uni aytaymi, magur. Sen jinnimisan? Qanday xalqning dardini ko'chada qoldirasan? Top bloknotni qayerda ham qo'chirding? Sirtamat. Tug'ilganingda miyangni o'zing qilganmidi? Voy yordamchisi. Bizning masala nima bo'ldi? Nima edi sizning masala? Go'sht. Ha, o'sha kun sizning masalangizni bloknotga yozgandik-ku. Bloknot uchun tegishli tashkilotlar kiryapti. Ha, kirganda ham yomon kiryapti. Qog'oz ber, qog'oz. Ber qog'oz yo'q ekan. Bolaligingda kindigingni to'g'ri kesganmidi sani? Ha, hokim yordamchisi. Bizning bog'cha masala nima bo'ldi? Bloknotga yozgandingiz. Sizning masalangiz hozir yuqorida shunaqangi yonyapti. Yonganda ham yomon Yomon lekin. To'g'risini ayt, qancha berib kirgansan ishga? Mulla aka, biz zakaz nima bo'ldi? Nima edi san zakazing? Yerda o'lsin. Menga svet ham kerak emas, gaz ham kerak. Bitta chotga yer topib beringlar, iloji bormi? Endi yaxshi yer kelmadi hali. Hech chiqmayapti lekin. Yuqoriga zakaz berganmiz. Yaxshisi kelsa aytamiz. Xo'p, singilcha. To'xtanglar. Mana o'sha bloknot Toshmat tualetdan chiqdi. Bu bloknotga ishonib qovurmanglar. Mana 15-yanvardan boshlab aholida qishloq xo'jaligini onlayn ro'yxatga olish boshlandi. Nima qilib beradi uning? Mana senga bog'cha yetishmayaptimi? Shuna oilaviy ahvolingda nechta bolang borligini kiritasan, yetishmayotgan joylarga bog'chalar quriladi. Mana seni go'sht problema qilayotganingni, qancha yering bor, nechta moling bor, shuni kiritasan, shunga qarab masalalar ko'rib chiqiladi. Mana rivojlanayotgan davlatlar ham har 10 yilda mana shu ro'yxatdan o'tadi. Sizlar ham onlayn ro'yxatdan o'tinglar. To'xtanglar. Yer nima bo'ldi, topib bermaysizmi? Ana ketasinglar. Hozir yurtimiz bor-ku, rivojlanish bilan bandda. Biz hamma ishimizni tashlaymiz, senga yer qidiramiz, xo'pmi? Yer nima bo'ldi? Enangni eri bo'ldi. Yerchi? Ersirab o'l. Bir nima qilinglar mana uni. Yer kerak. O'l. Nomon tog'a chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, ketini ochaman hozir qarab ishlaymi? Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tavaqli. Uchinchi o'rinda nos totib trivandom qilyapti. Voy o'g'ling deyman. Qani siz shunaqa ishlar qilsizmi? Beriga dolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma og'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Tog'a bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim, yangi yil kuni o'g'lingiz fonus uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabeshda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'ling deyman. O'g'lingiz telefonni olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayolligini isbotlab bermasam, Telefonni olib kel. Telefon mana telefon. Google tarixiga kiramiz, Mo'ni qarang. Adib Brozersning qisqa hikoyalarini ko'radi. Nima edi bu? Voy o'g'ling deyman. Sen qo'yog'ini kaltayishi sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilyapsan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. Tupoy, men senga 5 minut avval o'sha videoda tashlagan edim u. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'ri chekyapti, mo'l qarang, chekyapti. Yo'l transport hodisasi oqibatida yuk mashinasi ichida bo'lgan xavfli maymunlar qochib ketdi. Yangi Orleandagi universitetga qarashli bo'lgan maymunlardan laboratoriya ishlarida foydalanib kelingan va ular odamlarga nisbatan tajovuzkor. دختره که کوشه بغلی
Bo'ldi, boshqa ichmaymiz. 100 gram iç. Yo, sizni hurmatingizni qilib ichdik. Qayerda ko'rgansiz Qorbobo ichganini? Arı baba 100 gram içkin. Aka, Qorbobo ichsa erib ketadi, tushunyapsizmi? O'ldirdingiz. İçaman debdi. Uyatamasmi, amaki nima qilyapsiz? Yuzini bir ko'raylik. Ha, yuzi tepada-ku, yubkasiga nima tegyapsiz? Bitti ko'raylik. Nimani ko'rasiz? Yüzünü bitti ko'raylik. Ha, och bir qo'rqib ketsin. Sen sharmanda bo'laman. Och ketaylik, shoshyapmiz. Açın bitti ko'raylik. Mana yuz. Mana. Katrina bu. Ha, Katrina Kayf, o'sha. Juda chiroyli kezak. Bo'ldimi, ketaylik, bizga duo qiling. Bitti o'ynaversin. Nima? Bitti o'ynaversin meni. Endi bunisi ortiqcha. Ha, bitta o'ynab ber, chag'ib chiqib ketadi. Bitti o'ynaver ukan. Dual patsinglar. Hay! Anasini, erkasi, qo'rqib sekin chiqib ket. Chiqib ket. Chiqib kelamiz. Bozordagi narx-navolar qanaqa? Qimmatmi, arzonmi? Baland, конечно, baland. O'zing ham bilasan balandligini. Hamma ham bu ham biladi balandligini. Faqat hech kimga ishlasa demaydi. Baland, tamam. Sen borasanmi? Ya bana artist-ku, yo'q. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Siz kim edingiz? Glamourmi, Gulandonmi, kim edingiz? Gulinur. Ha, Gulinur. Xafa bo'lmang, men lekin sizni eshitmayman. Men ular muxlisingiz ekan. Bitta rasmga tushsin. Mayli, keling. Men o'zi yemeni 50 centlarni eshitaman. Men o'zbekchalarni eshitmayman. Ha, ko'rinib turibdi. Cho'tga chiqdi. Lekin ijodingiz yaxshi bo'ladi. Men eshitmayman lekin. May rahmat. Qanday chiqdi? Sal xirrada. Bo'ladi. Bo'ladi. Biz fokus yo'q ekanda bunda. Ashul bo'lyapti. Ye, qalbi nurmi kim edingiz ismi? Nima edi? Gulinur. Ha, Gulinur. Men o'zi vapshiti eshitmayman sizni. Prosta mana shu bolacham bor-ku, shuni televizorda ko'rishi bilan kuladi-da. Bitta eshtalik rasmga tushaylik. Normali ko'taring. Bu ham xayr o'qasa kerak, kimlar olgansiz deb. Lekin rostdan eshitmayman. Prosta mana shuni hurmati. Bo'pti, omad. Bu kim endi? Telexmi o'zicha telek? Ha, bo'lsin. Manikurmi, pedikurmi, kim edi isming? Gulinur ismim. Ha, Gulinur. O'zi seryozni eshitmayman qo'shiqlaringni. Prosta mana shu jiyanim muxlising. Shuni bir shogirdlikka ol. Ashula aytishni biladimi buningiz? Ha, biladi, aytchi. Ceylan. Sevgime bana sevgime. Ceylan. Kalbime bana sevgime. Ceylan. Baylan. Ko'rdingmi? Olasanmi? Bitta o'ylab ko'raylik, maslahatlashib degandek. Talant-ku, nimasiga o'ylanyapsan? Shu uchun ham eshitmayman desan, 8 yil o'qiganman, opa. Kibr bu, kibr. Qo'y. O'sha Hamdamga boraylik dedim, siz Gulnur dedingiz. Qo'y. Hey, bulung'ur. Kim edi isming? Ismim Gulinur. Ha, siz meni eshitmaysiz, bilaman. Ha, bilganing yaxshi. 18-yanvar kuni konsert qo'yapsan ekan, ha? To'g'risi, menga vaqti qiziq emas. Ota-onam seni muxlisi. Shularga bilet bera olmaysanmi? Xo'p, 2ta bilet beraman ota-onangiz uchun. Yo, 3ta. Uchinchisi kimga? Menga? Siz meni eshitmasdingiz-ku. Ay, endi o'sha kun majbur 2 soat chidayman ota-onam uchun. Mayli, beraman 3ta bilet sizga. Siz meni ashulalarimni eshitmasdingiz-ku. To'g'risini aytsam bor-ku, Gulinur, ijodingni sevaman. Hamma qo'shig'ingni yoddan bilaman. Lekin nimagadir g'ururim yo'l qo'ymaydi. Shu san'atkorlarga past ketkim kelmaydi. Nimadir qilaylik, Gulinur? Nima qilishni xohlayapsiz? Klipingga chiqay. Ha, kalkidon kalla. Men kimlar rasmga tushdim bilasanmi? Kim bilan? Bandam Sobirov bilan tushdim. Qani? Tentakchan bilan tushdim. Ha, bo'lmabdi bu jo'ra. Nimaga? Qara, bir tenga olmagan sani. Mensimay tushgan-ku. Insa qotiribdi, вообще insa qotirib yuborgan. Nida bo'ldi bashara, qara. Yo, qandaysan, yaxshimisan? Nima edi isming? Bardammi, Malhammi, nima? Hamdam. Hamdam, sen zvezda bo'lib qopsan-da, ukam-a? Sen o'zingcha bo'lib qopsan-da. Nimaga tishingmi?
Nima sen rasmga odamni mensimasdan tushgansan? Normal tushganmiz-ku. Ya qayoq normal basharangni qara. Sal bunday kulib tish jo'ra. Xo'p. Iloji bormi? Bor. Yo pullimi shu? Yo'q, bo'ldi. Bu sochni oldirmabsan hali ham. Bir pul tashlab ketaymi, oldirasanmi? Yo'q. Davay jo'ra. Rahmat. Ha, karkidon bashara. Qara, mana bechara mendan hijolat bo'lib kulib rasmga tushdi. Endi bo'lar, ha? Endi vaqti bo'lmaydi, jo'ra. Sani ustingdan kulib tashlagan. O qandammi, vandammi, kim bo'lsa. Sen qaytib borganingcha izvassa qilib tushgan, jo'ra. Ustingdan kulgan, nagli. Nagli kulibdi-yu, Bobur. Bor o'shalarga bor agar sevga seni, agar go'y qilsa seni. Bir umr senlarni deb yashab keldik. Yig'lama ya. Kinoga nimasiga yig'laysan? Men ketdim, mollarga qarab kelay. Bechoram taqbaq bachan. Bolalarini rohatini ko'raman. Qanday bo'lyapti? Yig'ladingizmi? Yo'q, ko'zimga buji kirdi. Ya, qayoqqa? Hechga o'tib kelib. Chiya bir nozimi? Bilmadim. Mujik sanaman, mujik. Yig'ladingmi erkak? Yo'q, bitta kinoga yig'lamayman-ku, dada. Ye. Ha. Ichim og'rib chiqib kelay. O'zbek qilasanmi, ish qilib? Voh. Shunaqayam yig'latayotgan kuyni o'yladim, onasini imsin. Bechora Ahmadvachchani xotiniga rangi kelib ketdi. Yig'lasak hammamiz yig'laylik, baribir yig'layamiz ko'chaga chiqib. Amitab. Ya bo'ldi ya sharmandalar. Ya 3 soatdan beri mayda qiynalib yotibman, kino ko'rib yig'laysan. Sumak botib ketdi. Sumak qulaydi bolam. Nimasi qulay? Sumak ham tuvagam to'lib ketdi. Undan ko'ra mana Lalakuni yangi qadoqdagisini taqinglar. Buni sifati zo'r qilib ishlab chiqarilgan. Xomashyosi chet eldan olib kelinadi. Namlikni o'zida zo'r saqlaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Shundan taqinglar, Davud turib beraman. Turib bermagan mujik emas. Ye, o'lgirdim. Shu Amitabh Bachchan 2 burda mana yoqqa non qo'ydimi yig'laysizlar? Siz kinoga yig'laydi bular, bular. Lekin Rani Mukerji zo'r narsa ekan-ey. Kuchugingga ayt, tovuqimni ko'tidan tishlabdi. Ushlasam so'yaman. Unda sen ham tavug'ingga ayt, likkillab kuchugim allada yurmasin, xo'pmi? Hali buni erib eshitsin, kuchugingni yoradi. Vakatcha zo'r. Tezroq ochish kerak, odamlar kutib qoldi. Bobur jo'ja, sen qayda unday zo'r kiyinib olding, jo'ra? O'shanda men jo'ja boqsam, meni ustimdan kulgan deylar. Jo'ja boqasammi xayolparast deb. Men jo'jalarimni ko'paytirib, Ahmad 6-jo'ja restoraniga sotardim. Bu Toshkentdagi mashhur restoran. Bilamiz. O'sha restoran endi Toshkentda tog'da bochkada ochilyapti. Men endi bularga yana jo'ja sotaman, yana milliarder bo'lib ketaman. Ana. Ey Bobur jo'ja, sani tovuqlaring qanday ko'payapti? Meni tovuqim hech ko'paymaydi. Mana bitta olganim hali ham bitta bo'lib turibdi. Chumakki. Nimaga gitti ko'ryapsanmi? Hozir to'tiq qichib, futbolkasini yirtib tashlaydi. Qayerdan bilyapsiz bularni? So'p. Davay, obed topga uka. Hozir kelaman. Tez ber. Panaka obed. Nima balo bu? Bu shawarmali chempion sendvichi Samarqandda ishlab chiqariladi. Luboy do'kondan topsangiz bo'ladi. Devola ekan-ku bu. Aka endi menga fol oching. 500 ming bo'ladi. Obed olib berdim-ku. Ya bu adelni hisoblanadi. Bo'pti, beraman, davay. Ko'rdim. Bugun Real bilan Barsa o'ynaydi. Realga bor budingni tiksang, 2 barobar qilib qaytarib olasan uka. Seriozmi? Bor budimni tikaman. Tek.
Sen bittasi jo'rakan. Ustoz, rolimni yer to'g'rdimmi? Bari qol. Sen teatrda o'qi dedim, aktyorskini o'xshamayapti. Men qanday o'ynam? Seni kim bilmaydi? Yo'qotani aktrisani boshqa aktrisa top. Menga qaro Mahmud Pashata. Sen menga bugun Realga tiksang 2 barobar qilib yutasan deding, to'g'rimi? Ha. Yutqizdi-ku Real. Real ham o'libdi-da. Ayni folda bir yutasan, bir yutqizasan, nima qilay edi? Men ham senga o'z bitta toshni fol ochaymi? Ha. 1 sekunddan keyin ko'zingni oldi qorong'ilashadi. Meni o'zeli ishonmayman, ishonmayman. Bular rostdan qorong'ilashdi, o'ldirdi bu meni. Kimsiz? Yo, o'ldim. Ustoz, Ko'zim qorong'ilashdi. hokim va budjet puli. Bilaman, mana bir tog'amga o'xsharkan. Lekin shu biratga ham mazada. Nimaga hokimlar? Hamma jinoyatni o'zi boshlaydi, lekin o'zi biror marta qilmagan. Hokimlar, bu budjet pulini nima qilamiz? Hokimlikda taklif bor, xo'p desangiz, mana aholini ijtimoiy munosabatlarini o'rgangan holda ijtimoiy so'rov o'tkazib, ularning fikrini olgan holda o'sha pulni o'sha aynan kerakli nuqtalarga yo'naltirsak qanday bo'ladi? Bu mening taklifim. Senga bitta taklifim bor, bitta choy damlabki. Bor. Xo'p, achchiq bo'lsin. Hokimlar, yangi-da. Men buni gapirayotganimda bir axborot bo'lyaptim televizorda deb o'ylabman. Xullas, bu budjet puliga qishloq yo'llarini asfalt qilamiz. Hokimlar, yo'l so'pi zo'rda. Uni ustiga qariyalar duo qiladi, hokimlar. Qariyalar deganingiz. Shu budjet pulidan qariyalarga bir osh tarqattirchi. Qariyalarning duosi yaxshi. Hokimlar bayram bo'lib ketadi-yu. Bayram deganingiz. Yo shu budjet pulidan qishloq ahliga bitta bayram uyushtiramizmi? Hokimlar qishloq xursandligidan katta to'y bo'lib ketadi, hokimlar. To'ppa-to'g'ri aytding. To'y qilamiz. O'g'lim uylantiramiz. Yo'llar emas qoldi. Qariyalarga ham osh beriladi. Eng muhimi butun qishloqqa bayram bo'ladi. Hokimlar, juda aqlliman. O'qigan odamsiz. Lekin buni uchun o'qiganmi? Подумай ish. Mana bunga arabcha gaplashasan Toshkentdan. Mana bunga to'y qilamiz, butun qishloqqa bayram qilamiz. To'y ham davutira bo'ladi-da, hokimlar. Bojalarni gaplashasan. Nimaga? Telefonda ko'rdim, uyini suv bosib tushkunlar yordam bo'ladi. Faqat tekshiringlar. Suv ham ijodga o'xshab fonogramma bo'lmasin. Bo'ldi, hokimlar. Stir